Assalomu alaykum, Ahmadjon Uz kanalining ashaddiy obunachilari. Bugungi kunimizda Namangan viloyati So'roy qishlog'idan hurmatli obunachilar. Bugungi kunimizda qo'zlar narx-navolarini bilamiz, hurmatli obunachilar. Dilshod akamning xonadonlariga kelganmiz. Mana shu qo'ylarni eng zo'r arzon narxda chiqaraman deyaptilar, hurmatli obunachilar. Zo'rlardan mana. Men ko'plab kommentariyalarga sababchi bo'lgan, nimaga qo'ylarni tugatib yubordilaringki, obunachlarimiz yozishgan shu Dilshod bo'yida qo'rlar kelganmi? Haqiqatan obunachilar ko'p ko'rishibdi. O'sha bo'lgandan keyin aytgan rasam bo'lganmiz, yarim soatdan keyin ko'rsatib ketdi. Birinchi obunachilar telefon qilib aka, ozgina xafa bo'lishdi, o'shanga ebim borligi uchun aka, xudo xolasa bugun partiyamizni arzon qilib beraman. Xudo xolasa optim narxda bo'ladimi? Aka, xudo xolasa optimda. Hurmatli obunachilar, o'tgan galgi videoyimizda obunachilarimiz bunaqa narx haqiqatan qo'ydingmi yo yolg'onmi degan obunachilarimiz bugun videoyimiz maxsus bo'ladi, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar, hurmatli obunachilar. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'iga kelganmiz. Inshaalloh bugun videomiz davomida nechta qo'zilamiz birinchi partiyaga? Aka, birinchi partiyaga 20 bosh. 20 bosh. Mana qo'shqor so'g'liq bo'lyapti. O'sha kunlari davomiy ekanda. Qo'shqor partiyani kattaroq. Sal yirikroqlar ekan-a. Hurmatli obunachilar, mana qo'ylarni ko'rib turibsiz inshaalloh. Go'zal holatda. Sog'li yelchanlarni tekshirib oldingizmi? Aka, yebisi yaxshi endi. Yana ehtiyot uylarga borgandan keyin aka bir hafta emas 10 kun xotirjam boqishlar. Bemalol sinovlari bor. Yangi mana hurmatli obunachilar, o'ylanmasdan 10 kun sinov deyishyapti. Endi bular ham baribir sinab olishgan, o'shaning uchun qo'rqmasdan obunachilarimizga ularni aytilyapti. Garantiyasi bor ekan. Xudo xolasa mana. Hurmatli obunachilar, birontasini ruxsat ko'rsatsangiz nima deysiz, Dilshod aka? O'ylarimizni qarang, mana hurmatli obunachilar. Xudo xolasa rasa o'sha sizlar so'raganlardan badani zo'rlarni dumbaga necha hurmatli obunachilar. Aka, qo'chqari. Aha, so'g'lig'i. So'g'lig'i aka. Bir-biridan o'taman deyapti-yu. Xudo xolasa mana hurmatli obunachilar. O'zi aslida bitta obunachimizni qo'ylari. Aslida bir qo'raq tashlab qo'ysa bo'ladigan holatda, lekin bularni donalab olishga imkoniyatlarimiz bor. Imkoniyat bor aka. Dastlabkilarimiz qancha bo'ladi aka? Dastlabki aka Samarqandga besplatga beraman. Undan ag'iga aka savdo-muomala kelishamiz. Kelishiladi. Qo'shqorlar. Xudo xolasa qo'shqorlar go'zal. Endi buni hozir maqtormaylar, narx bilan ham maqtanaylik, nechta qilib beramiz bularni? Aka, o'sha aybim borligi uchun mana 2.500 mingdan chiqarib beraman. 2.500 mingdan. Dangal. Qo'shqorni ham ko'rdingiz aka. To'liqni ham ko'rdingiz. Bir-biridan qolishmaydi aka. Yo'q, qo'ylar go'zal inshaalloh. Obunachilarim o'sha kunga rosa kommentariyalarda duo qilishdi inshaalloh. Bir dangal o'zingiz bir xayrni qilgan obunachilarimizni yana olqishlariga sazovor bo'laylik. 2.400 ming so'mdan beraman. Hammasi bir joyga ketadi aka. Qo'chqarni ustiga pilis urishmasin aka mana. O'sha aybim borligi uchun bitta qo'chqar bitta so'loq qilinsin aka 2.400 dan ketaveradi. Bor, hurmatli obunachilar, mana Xudo xolasa bo'ybasilarni bemalol solishtirib olaverasizlar. Ko'chada ko'rgan qo'ylaringni. Hurmatli obunachilar, inshaalloh qo'ylarimiz o'ta go'zal holatda. Nimalari hammasi mana go'zal nimalarni. Bitta olsa, Xudo xolasa tanlab olinadigan bo'lsa nima bo'ladi aka? Aka, tanlab olishga kelishamiz, lekin bitta qo'chqar bitta so'loq qilsa, o'shanaqada ketaveradi. Ketaveradi. Gap yo'q mana hurmatli obunachilar. 50 ga 50 bo'lsa o'shanaqada ketaveradi. Nechta bo'lsa ham, jup qo'nsa bo'ldi. Hurmatli obunachilar. Xudo xolasa sinov uchun maxsus bo'lyapti. Keyin partiya qanaqalardan chiqaramiz aka? Aka, bundan pul yengilroq chiqaramiz. Yana ham yengil bo'ladimi? Yana ham yengil bo'ladi. Xudo xolasa biz qoracha ko'p tursa bor aka, 2 ming so'mdan chiqarib beraman. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, bugun quyosh chiqqan, narxlar tushadi, xudo xolasa. Narxlar ko'rinib bo'ladi aka. Gap yo'q. Biz keyin partiyalarni olib chiqib sizlarga ko'rsatamiz. Buradan go'zallari ekan. Aka, bu partiyaga soni nechtami bularni? Aka, 25 bosh bergan. 25 ta. Mana hurmatli obunachilar, zo'rlaridan, xudo xolasa qo'y qo'nadiganlaridan, bunga qilasan. Hurmatli obunachilar, mana qo'ylarga baho beramiz. Xo'p, soni 25 ta. Bular qo'chqormi, so'g'liqmi? Yo'q, aka, bular hammasi so'g'liq bular. Hammasi so'g'liq. Ha, ko'paysin. Qo'chqor bilan borib, xotirjamlikda so'radi. Tashlaveradimi? Yo'q, qo'chqorni dam ketadi dedi. O'tgan galgilardan ham tikiyaga mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa oldingi videomizda uspet qilmagan akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Bu safar inshaalloh bu safar undan ham soni ko'proq. Sog'li yilchalar bilan ekan yaxshi.
aka xotirjam mumkin topshiradi. Uyga garantiyasini beraman. Bexijolat. Ha, uyga borgandan keyin qo'yni ko'rib, aka, Aha. pul qiladigan so'radi. Takela bor. Takela bor. Yog'iyam qo'yni ko'rib, kursanadigan inshaalloh. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab yurib beriladi. Vodiylik akalarimiz o'zi bar tepangizni ko'rib olsalaring, unga ham bola yetmaydi bar ko'rib olganga, qo'lni ushlab, bar mehr ko'zda deyiladi, to'g'rimi aka? Ha, to'g'ri aka. Kelib ko'rsa bari boshqa. Mana odam bo'ladi aka, kelib turib, shar soat chiqarmoqdan aka, 2000 dan chiqazdim ma'lumotlarni. Uyga kelib turib, bunday qo'li qissa aka, odam yuzib, aytilgan narxdan tushib beriladi aka. To'g'ri. Uyalgandan ham bari tushib beriladi. Ha, kelib ko'rsa ham yaxshi akasi. Xo'p, aka bilan necha pul beramiz endi haliga? Aka, bunday narsa qarang, o'tgan safar qilganimizda sotib ketib qoldi nima? Ha. Bitta hozir bor, ular Toshkentda hozir bor. Ha. Ular men ashqo'larni qizatdim. Qo'chqorni kerak emas menga, aslovni o'zi kerak edi. 22 dan jo'natlar, texnologlar sotardim, to'g'risam, chiqcha meni xato qilganlarda. Ha. Mo'lo qo'ylardi, ashlar aka, shular uchun maxsus bo'lsa, Space. 2.100.000 so'm. Yarmi yo'q aka. O'tkazib aytsalar yengil o'tib bergan. Bundan aka, bular katta qo'yda. Bular ancha kuchli narsa. O'zi obunachilarni ko'rgan bo'lsa kerak. Ana shu hozirgi uchun aka, bu maxsus bo'ladi. Yangi 21 ga xayri bor. Aka, 21 dan olsin, telefon qilsin aka. Bor aka, o'tgan safargidan ham yengil bo'lib ketdi. Xudo xolasa ulgurmagan obunachilarimiz yana sizlar uchun 100 mingdan arzon mana, hurmatli obunachilar. O'tgan gal juda ham ko'plab akalarimiz ko'rish, menga ham telefon qilishdi-da, menga ham Telefon qilib aka, o'shanga bola xafa bo'lmaysiz, hech qo'yib qo'ygan bo'lsangiz agar, mana 25 tasini olsa aka, 21 dan beraman. Bor gapmi, bu yolg'onmi deb yozishyapti. Hurmatli obunachilar, bu havas emas, internetga bunaqa video olib havas emas. Arzon narsa tez sotilib ketib qolyapti. To'g'ri aka. Shoshilamiz, sizlar uchun inshaalloh berishadi. Faqat mana videoni ko'rdingizmi? Soat 11:12 ga aloqaga chiqavering inshaalloh. Sizlar uchun chiqarib beradi. Aka, turadi. Xudo xolasa mana hurmatli obunachilar, sizlar uchun qo'zlarni yana bir bor ko'rsatib chiqaman. Sababi haligi videomiz bekami ko'z bo'lishi kerak. Hamma qo'ylarni bir qator ko'rib olsalaring inshaalloh. Mana aka. Zo'rlar, ko'ringmi? Dumbasini qarang, dumbasini. Cho'cha katta o'sqorda yo'q. Ko'radi dumbalar. Xullas, hurmatli obunachilar, mana mana sizlar uchun aloqaga chiqaverasizlar. Keyin partiya xudo xolasa bundan ham qulaylarni chiqaramiz-a? Bundan arzon chiqadi. Yanada arzon, hurmatli obunachilar. Bozorda qidirib bo'lmangiz, sarson bizdagina bozordan arzon deydi. Xudo xolasa oxirgacha ko'rasizlar. Video bomba bo'ladi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bonuslarni ham aytib oldik. Hozir akamiz aytayaptilarki, bularning narxini o'zi bonus bo'ladi deyaptilar. Soni nechta endi bu barchaga? Aka 10 dona dedi. 10 dona. Hammasi Bir pachka mana hammasi to'g'ri. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa qo'yoqlar yaxshi zo'r hurmatli obunachilar, o'ta parchalar bilan. Deyarli bir qilagan-a? Faqat bir qilaga bas. Quloqni ellari ham bir bitta haligini chekilgan, cho'ponni chekilgan. Ha, takliflarni kelgan. Xolasa mana hurmatli obunachilar. Sog'liq qidirib yurgan akalarimiz bu safar xudo xolasa ancha-muncha akalarimiz qo'zilik bo'lib qolishadi. Hammalariga inshaalloh bugun yetkazishga harakat qilamiz aka. Ha, xudo xolasa aka, qo'y tugab qolibdi deb o'ylashmasin aka. Qo'y beraman, xudo xolasa bundan sezon boshlandi aka. Undan keyin chaykat bo'lib beraman. 24 soat aloqa shu sonini aytib qo'ysa bo'ldi, xudo xolasa. Ha, 10 ta chaykat berib qo'ysam aka, qo'chqarga so'rab qo'ysa bo'ldi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa Optim qo'y markazida turibsiz, bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Nechta kerak bo'lsa, hoy denglar. Sonini aytilsa bo'ldi. Aka endi bularni dangal nechta qilib beramiz obunachilarimizni kutib turmaylik. Ha, Bonus qilib beramiz, narxini ham dedingiz. qo'yni 1000 maqtagamiz bilan bor, hammasi pulga kelib taqlabdi aka. Haliga mayda gapirish kerak aka. Bitta gapiraman. Bitta yopishtirib bering. Gapiraman. Mana qo'lni bering. Boshiga ham qo'llarim aka ovoz eshitilyapti. Eshitilyapti. Pulga ham ovoz eshitilyapti. 2 million so'mdan ovoz. Bor aka mana hurmatli obunachilar. 2 milliondan tanlab olishga nima bo'ladi aka? Aka tanlab olishiga 21 dan beraman. 2 million 100 dan tanlab olaverar ekansizlar. Dastlabkilari qayergacha bo'ladi? Vodiy bo'ylab beraman lekin. Vodiy bo'ylab. Lekin yo'g'i kelishilaveradi baribir. Ko'ramiz aka. Xudo xohlasa Navoiy Buxoro so'rab 2 million so'mning ichida vodiy bo'ylab dastlabkilari bor. Boshqa uni aytgan aka akalarimiz ham bexijolat aloqaga chiqaverasizlar.
Xudo xolasa ish bitadi, hurmatli obunachilar. Ish bitadigan ish bitadi. 10 dona ko'p emas. Masalan, bitta obunachimiz olsa bo'laveradigan holatda. Tezroq aloqaga chiqinglar, xudo xolasa arzon narsa boya aytganimizdek tez sotilib ketyapti. Yo'q bo'lyapti aka, shoshilamiz aka. Xudo xolasa Endi qarangda, kichkina ishni qo'zlarni ko'rsatdik. Qo'chqordan ham ko'rsatdik, so'lig'idan ham ko'rsatdik. Kattaroqdan boqaman degan akalarimiz bo'lgan bor, 7 ta ham zo'r qo'ylar bor. Tayyorlari bormi? 15 ta bor aka. Bir paytga boqishlarga qubaqa tayyor bo'ladi. O'zi hozir ham tayyor payt. Ha, Yemlarni yeb turgan mayor aka, yana borgandan keyinlar turishaveradi. go'shiga go'sht go'sht turadi. Aka, bu boqilsa foydali. Xudo xolasa mana hurmatli obunachilar, keyingi partiyaga xudo xolasa yiringlar bo'ladi. Ha, bundan keyin Kuzatib turasizlar, hammani ishi bitadi xudo xolasa. Mana yiringlardan olib oldik-a. aka, to'g'li variantlar bor o'tkazdi. Lekin bu aka o'zimizni misli qo'ymas. Aha. Surxondaryo, Qashqadaryo ham qo'ymas aka. Bu Qirg'izistonni qo'y aka. Aha. Haligi negativlar bor. Hop. Yozishmasdi. Qirg'izbek ochiqlar qanday o'tkazishni yozishmasdi aka. Bu qo'ylardi aka. O'zi juda boshqa qo'ylar. Aha. Qirg'iz ochiqlariga o't qo'yganman. Qo'da qo'yganda 200 ta, 300 ta qo'y kelganda aka bitta zo'rdan qilib tashab qo'yganman aka ular. Soni nechta hozir bugunga? Son 11 dona aka lekin. 11 dona mana hurmatli obunachilar. Yemini yeb turganida mana hurmatli obunachilar. Xudo xolasa yemga tayyor variantida. Qurbonlik kecha boqaman degan akalarimiz mana sizlar uchun yana bitta variant. Bexijolat telefon qilsangiz bo'ladi. Yemga tashlab qo'ysalar, hadimi etiga et qo'shib epik beraveradigan joy. Jo'rada aka, shu qurbonlikqa tayyor qilamiz. Qo'chqormi so'ngmi? Qo'chqor aka, hammasi qo'chqor. Erkak. Mana qo'chqordan so'ragan akalarimiz itlari lekin olmas, mana itlarni ko'p ko'raylik. Itlari xudo xolasa yaxshi. Yosh qanaqa bilan aka yoshi? Aka, qo'zisi ham bor ichida. Aha. Ikkichi ham bor, shagi. 4 6 yo'q. Yo'q, aka, yemni baya-baya ko'tarib qo'ylar. Yo'q, mana hurmatli obunachilar, xohlaganlarga qo'zisi, xohlaganlarga mana 2 kishi bor. Oya mashina ushalib yetib to'g'ragan. Qo'zi aka, Mana hali buzmagan hurmatli obunachilar. Bilasizmi? Xullas, qo'zi mana 2 kishi orasida ekanda. Sol yelchalari yaxshi. Jamba ham bor. Xo'p, mana dumbalari hurmatli obunachilar orqalaridan ko'rib turibsizlar. Aybi bitta yungini olib qo'yish kerak ekan-a. Yungini olib yuradi. Yungini olib beradi. Olasiz, boqasiz. Nega bilan Daniel nechta qilib beramiz? Endi masalan, qo'yni dumbashtiradigan ekan deymiz, kishi yo'q ekan deymiz, kishi ikkita ekan deymiz. Bari qiziqtiradi, ya'ni narxida aka. Aka, 4,5 dan qo'yaymi mana shular? 1,5 mendagi boshdan arzon qilib beryapsiz, yo'lida qilib beravering ularni ham. Bo'lgan aka, 43 dan. Bir joyga olsin. 43 dan. 42 dan bo'lsa-chi? 42 dan bo'lsa aka, mana qarang. O'zim boyaqdan qo'ygan uchun aka, o'sha obunachilarning xursand bo'lsin, xudo xolasa kelishtirib beraman. O'pshidan xayrli qilib berasizmi? 42 dan bir joyga olsa ekan. O'pshidan xayrli qilib berasizmi? 42 dan yaxshi bo'ladi. Hammasini bir joyga olsangiz, chepcha xayrli qilib berasiz oxirida. Borlar ekan mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa sizlar uchun qo'ldan kelgancha anavolarni tushirib berishga harakat qilyapmiz. Aloqaga chiqqanda shu vulqondan aloqaga chiqyapmiz. Like bosganman, kommentariyada otangga rahmat deganman sizlar, inshaalloh dastlabkilari ham bor mana obunachilar. Qo'ylarni ko'rib turibsizlar. Bo'ybaslar nechi chiqadi endi? Bo'ybas deb Aka, ular bo'yi 80 dan oshmagan bor. 80 dan minuslari ham bor. Minus kasada so'radi aka. Buni aytadaman ekan. Aka, 90 chiqmasa kerak ekan. Hurmatli obunachilar. 80 minusga olishyapti. Baland bo'lsa bonus olgani mana xohlasa sizlar uchun. Tanlab olishga nima bo'ladi? Nega bo'ladi tanlab olishga? Tanlab olishni kelishadi-da, berdilar. Uni ham minslari bo'ladi. Ha, Suriya demak turgan qo'ylar ham bor ekanmi? Aha. Shunday qilishadi. Ish bitadi inshaalloh. Bitirib beraman. Hurmatli obunachilar, kommentariyada qo'llab-quvvatlab, like bosib, otangga rahmat yozib o'tib ketinglar, xudo xolasa keyingi qo'ylarimizni inshaalloh arzon chiqib turadi aka. O'zingiz og'zingiz bilan ayting. Bo'ldi aka, o'sha kommentariy ham portlatsin, like bossin aka. Otangga rahmat yozib qo'ysa bo'ldi aka. Men juda arzon qilib beraman. Inshaalloh. Hurmatli obunachilar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Yana bormi yo mana shu oxirgi partiyami aka? Buguncha mana shu. Buguncha mana shu inshaalloh.
qiziqqan aloqaga chiqaverasizlar. Videoni oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yaxshi kunlarda, yaxshi videolarda ko'rishib nasib qilsin. Agar